Aziz talabalar, bugungi mavzuyimizda sizlar bilan Microsoft Excel dasturida qanday qilib diagrammalar hosil qilish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Bizda ikkita misolimiz bor. Sinus va kosinuslarning grafiklarini bitta diagrammada joylashtirish va ikkinchisi quyidagi yuqorida keltirilgan formula va qiymatlari asosida mana bu diagrammani hosil qilishni ko'rib chiqamiz. Endi Microsoft Excel dasturini ochamiz. Mana Microsoft Excel dasturi. Bu yerga biz demak sinus va kosinuslarda diagrammasini hosil qilishimiz uchun bu yerga x ta qiymatlari, mana bu yerga sinus qiymatlari, bu yerga kosinusda qiymatlarini kiritamiz. Demak, minus 10 minus 9,5 oraliq bilan qiymatlarni berib chiqsak bo'lar ekan. Agar ko'p bo'ladi deb o'ylasak, minus 9 holati ham yetarli bo'lar ekan. Mana minus 9 dan minus 10 dan plus 10 gacha bo'lgan qiymati sin, mana funksiyamiz hosil bo'ldi. Va chislosiga 10 ni kiritib, qaus enter. Mana qabul qilish qiymatlari. Endi kosinusni hisoblaymiz. Barobar cos chisloga qiymatini kiritamiz, enter. Avtozaполнение yordamida uni pastga tushiramiz. Kosinusni ham 3 ta elementni belgilagan holatda, mana 3 ta elementni belgilaymiz. Mishkamiz chap tugmasi yordamida stavka menyusiga kirib, точный yordamida diagrammani hosil qilamiz. Mana bu sinus va kosinuslarning aynan bitta grafikda hosil bo'lishi. Ikkinchisi, misolimizga qaraydigan bo'lsak, B, S va A 3 ta element berilgan. B ning qiymatlari, S ning qiymatlari va A natija. Formula asosida chiqariladigan natija. B ning qiymatlarini biz ko'rishimiz mumkin 11 dan 15 gacha. 11 dan 15 gacha, bu 1 dan 5 gacha. To'g'rimi? Demak, 1, 2, 3, 4, 5 bu 11, 12, 13, 14 va 15. Formulamizni qaraydigan bo'lsak, demak A barobar ilizosida B minus 4,5. Demak, barobar qaus ochib olamiz. Surat qismi uchun korin, mana korinni chaqirib olamiz va koringa yozamiz. B minus 4,5, ya'ni B minus 4,5. Qausni yopamiz va bo'luv tugmasi, yana qaus ochamiz. Formulamizga qaraymiz. 2,5 ko'paytirilgan S plus 0,5. 2,5 ko'paytirilgan S ning qiymati minus 0,5. 2,5 ko'paytirilgan. Hop, qaus yapamiz, enter. Qausimiz kerak emas. Avtozaполнение. Buni yaxlitlaymiz va stavka yordamida Instagram menyusiga kirib qo'shamiz. O'ng tugmani bosamiz. Format podpisda aniq, ya'ni qiymatlarni diagrammaga tushiramiz. Undan keyin diagrammaning ko'rinishini format menyusida zaливка yordamida gradient, другие gradient, gradientный заливка va поздний zakt. Diagrammamiz hosil bo'ldi. Mana shu bilan tamom.